bormanmi, yo'qmanmi, hech kimga qiziqmas. Odamlarga ham yoqmayman. Yo'qchilik qiynab qo'ydi. Gapirishga ham uyalasan. Chunki gapirsang eshitadigan inson yo'q. Yaqinlarim, jigarlarim, qarindoshlarim bo'la turib, o'zingni yolg'iz his qilishing, hatto ko'ngil uchun yaxshimisan deb qo'ymagani yurakka qattiq botar ekan, alam qilar ekan. To'g'ri-da, boshida tashvishi bor, qiynalib turgan inson kimga ham kerak? Hech kimga yoqmayman deb o'zingizni qiynamang. Mayli sizni odamlar yomon ko'rsin. Mayli sizdan hech kim hol so'ramasin. Axir sizni yaxshi ko'radigan, siz qanday bo'lsangiz, boringizcha qabul qiladigan Alloh bor tepada. Alloh sizni yaxshi ko'radi. Qancha dardingiz bo'lsa, Allohimga aytavering. Bandasidan hech nima kutmang. Baribir bir kun minnat qiladi. O'zingizni ehtiyot qiling. Sizni yaxshi ko'raman.